Assalomu alaykum, mana hurmatli podpischiklarim, asallarim, go'zallarim. Kuningiz xayrli, barokatli bo'lsin. Men sizlarga bugun zo'r narsani tavsiya qilmoqchiman. Bilasizlar, har doim sinovdan o'tgan, sinalgan narsalarni tavsiya qilaman. Men bugun krem pudrani tavsiya qilmoqchiman. Bugun o'zimda sinab ko'rdim. Ertalab uydan chiqishda surdim, kun bo'yi terlab ishladim, raqsga tushdim, yuzimda oqib ketmadi. Yig'ilib qolmadi og'zim atrofiga. Bir tekisda tiniq ushlab turdi. Mana shu krem pudrani men sizlarga tavsiya qilaman. Juda chiroyli, juda zo'r qilib yuzinglarni ushlab turadi. Bu firmani maskalarini ishlatdim, juda ham zo'r. Kecha ishlatgandim, ertalab turganimda yuzimni yumshoq yosh bolani terisiga o'xshatib yumshatib qo'yar ekan. Haqiqatdan ham yaxshiligi uchun sizlar